nega kostyumingiz chang? Haligi yerga tushib qoldi o'shanga. Ha. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum salom. Shahzod akani ayollari edim. Telefonni berib yuboring. Singlim, Shahzod degan odam hozir bizda ishlamayapti. Yo'q, hozir ishga ketdilar-ku. Fatoyev Shahzod degan odam ishxonamizdan 3 oy oldin bo'shab ketgan. Shunaqami? Rahmat. Sog' bo'ling. Nima olib keldim? Yaxshimi? Men senga necha marta aytganman, ishxonaga telefon qilmaganda. Ovqatsiz qolib ketgandi. O'sha uchun telefon qilgandi. 3 oy nima ish qildingiz, Shahzod aka? Muammo meniki. Shuning uchun seni muammolaring bilan zeriktirishni xohlamadim. Bo'lajak farzandimizga ta'sir qilmasin degandim. Qornimiz to'q, ustimiz bu to'g'rimi? Oz qoldi. Bosh omon bo'lsa do'ppi topiladi. Yaqinda yangi ishga kiraman. Undan ham zo'r. Hammasi zo'r bo'ladi. Maqsadlarimizga bilan-ketin erishamiz. Ozgina sabr. Menga ishonasan? Mana emasmi? Bitta achchiq maslahat ber. Maslahat pishirish bilasanmi o'zi? Ha?